Latifat qizimga bugun qaror qabul qilib, xonali uy bersak. Assalomu alaykum, muhtaram prezident. Men Amir va Latifat hozirgi kunda 2 nafar farzandning onasi, oliy ma'lumotli uy bekasiman, ammo chekka bir qishloqda yashayman. Tarjima bilan shug'ullanaman, ijod qilaman. Turkiya, Ozarbayjon bilan birgalikda hamkorlik olib bormoqdaman. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tomonidan Turkona nomli kitobim nashr etildi 1000 nusxada. Siz bizga, yosh ijodkorlarga yaratib bergan, qo'llab-quvvatlagan bir loyihangiz, ya'ni iste'dodli yosh ijodkorlarning an'anaviy zomin seminari ishtirokchisi bo'ldim va 10 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlandim. Bundan tashqari ustozlarim tomonidan she'riyat tumaristi deya e'tirof etildim. Siz bizga kuch berib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan ekansiz. Bizning ham sizga ayollar nomidan so'zim bor. Ko'zlarimda har kun otar tong, zarra orom istaydi tanim. Ayolman deb taslim bo'lsam gar, kechirarmi meni vatanim? Buyuklik hech tanlarmi, irq, jins, el bo'lurmi o'ylab bir o'zin, bir millatni bunyod etgali ilm berdi va berdi izin. Ulg'ay turgum, ulus elatni, to ayolman, iymonman, vatan, onalari uyg'oq millatni mag'lub etib bo'lmaydi zotan. Latifat qizimga bugun qaror qabul qilib, xonali uy bersak. Ming qalla shukur 9 yildan beri armonlarim amalga oshib, mana shu buyuk xalqimning kimligini berga kirgan har bir inson mana shu o'zligimizni anglash nuqtai nazaridan buyuk millatimiz, mana shu hozirgi yoshlarimiz, ayniqsa xalqimiz ham bilishi kerakki, biz ko'p tariximizni to'g'ri aytmaganmiz, to'g'ri bilmaganmiz. Shuning uchun bergan mana armonlarim deganim mana shu qanday bo'lishdan qat'iy nazar adolatli tariximizni mana shu otga qo'yib bergan. Hozir kichkinagina namoyishda ko'rdilarki, qanday nurli islom, bilimli islom nur berdi, qadriyat berdi, tinchlik berdi, osoyishtalik berdi, baraka berdi desak bilan to'g'rilash. Yana bir marta aytmoqchiman, bunday Qur'on nusxasi bizda bo'lgani, 6 ta Qur'ondan bittasi bizda bo'lgani, bu bizning tinchligimiz, osoyishtaligimiz bu. Shuning uchun ochiq gap bir podvallarda joyi yo'q joylarda yotardi, necha yillardan biri bu. Shuning uchun Xudoga ming qalla shukur, bizga shu nasib etib, bizga shu Xudoning bir qandaydir marhamati yorug'likka chiqardik, buyuklikka chiqardik va o'zlaringiz ko'rgandek bu loyihani hech kim emas, yurak chizdi, mehr chizdi, armonlar chizdi. O'sha Qur'on turgan zalda birov chizgan yo'q uni. Buyuk xalqimning kimligini amalga oshirish bo'yicha chizgan loyihamiz bu. Shuning uchun men o'ylayman, sizlar birinchi ko'ryapsizlar, xalqimiz ham ko'rib mamnun bo'ladi. Mana shunday ulug'ayam kunlarda buyursin Ilohim. Mana shunday koshanalarda o'zbek xalqimizga, buyuk musulmonlarimizga, ummamizga
juda katta mana shu xizmat ko'rsatasiz degan umiddaman. Sog' omon bo'ling. Kecha bir kitobda ko'rib qoldim. Mana Imom Buxoriyning ochilishi. Muhtaram prezidentimiz o'zlari belgilab berdilar. Uni mana shu kuni ochamiz deb. Imom Buxoriy hazratlari hayitdan bir kun burun olamdan o'tib, hayit kuni dafn qilingan ekan. Qarang, bir kun burun biz ochyapmiz. Xudoning qudratini qarang, menga hech kim aytmagan uni. Allohning marhamati bilan shunga to'g'ri keldi. Kecha hayron qoldim. Men prezidentim bu qilingan hamma ezgu ishlarga Alloh o'zi ajr bersin. Men kecha aytdik, 3,5 million aholi, qariyb 7 million qo'l kecha Allohga duo qildi. Sizning haqqingizda, yurtimiz haqqida shuning uchun Alloh sizga uzoq umr bersin. Ko'p yillar boshingizda mana shunday soyabon bo'lib, bizni baxtimizga, hammamizni baxtimizga sog' omon bo'lib yurishni Alloh nasib qilsin. Barcha ulamolar nomidan, barcha muftiylar nomidan, o'tgan nomidan men sizga minnatdorchilik bildiraman. Katta rahmat. Ilohim mana yurtimiz tinch bo'lsin. Ilohim mana shunday niyatlarimiz ijobat bo'lsin. Ilohim yurtimizga ko'z tegmasin.